Agar siz telefoningizda bank ilovasida, MyBankUzda yoki MEP bilan bog'liq tizimlarda hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'rgan bo'lsangiz, buni oddiy xabar deb o'ylamang. Bu yozuv sizning pulingiz, bank kartangiz, mol-mulkingiz, avtomobilingiz, hatto ayrim holatlarda chet elga chiqishingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga aynan shu holat nimani anglatishini, kim xavotir olish kerakligini, kimda esa vaziyat unchalik xavfli emasligini, eng muhimi nima qilish kerakligini aniq va tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumot har bir odamga tegishli. Jarima olgan haydovchiga ham, aliment to'lovchiga ham, kredit bo'yicha qarzi bor insonlarga ham, sud qarori chiqqan tadbirkorlarga ham. Hatto mening qarzim yo'q deb yurgan fuqarolarga ham. Chunki ba'zan siz bilmagan holda ham ijro ishi ochilgan bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu mavzuda birgina xato sizga ortiqcha xarajat, bloklangan karta yoki noqulay vaziyat bo'lib qaytishi mumkin. Hozir ijro etilmoqda degan ibora odatda shuni anglatadi: sizga nisbatan biror qaror, hujjat yoki talab ijro jarayoniga yuborilgan va vakolatli organ, ko'pincha majburiy ijro byurosi uni amalda bajarish bilan shug'ullanmoqda. Bu qaror sud qarori bo'lishi mumkin, ma'muriy jarima bo'lishi mumkin, aliment undiruv bo'lishi mumkin, kommunal qarzdorlik yoki boshqa majburiy to'lov bo'lishi mumkin. Avvallari ko'p odamlar bunday holatni juda kech bilib qolardi. Masalan, odamga suddan xat kelgan, lekin u boshqa manzilda yashagan, xabarnoma qo'lga yetib bormagan yoki yo'l harakati jarimasi yozilgan, lekin haydovchi uni vaqtida tekshirmagan. Keyin oradan bir necha oy o'tib, bank kartasidan pul yechilganini, mashinasiga taqiq qo'yilganini yoki davlat xizmatidan foydalana olmay qolganini ko'rib hayron bo'lgan. Oldin axborot tarqalishi sustroq edi. Odamlar ko'proq qog'oz xatlar, sud ijrochisining chaqiruvi yoki ish joyiga yuborilgan hujjatlar orqali bilishardi. Hozir esa tizimlar raqamlashtirilgan. Jarima, sud qarori, qarzdorlik yoki boshqa ijro hujjati elektron tarzda ko'rinishi mumkin. Siz hozir ijro etilmoqda degan statusni ko'rsangiz, demak jarayon allaqachon boshlanib bo'lgan. Ya'ni bu shunchaki tekshirilmoqda yoki kutilyapti degani emas. Bu bosqichda davlat ijrochisi qarzdorlikni undirish, majburiyatni bajarish, to'lovni qoplash yoki sud qarorini amalga oshirish bo'yicha choralar ko'rish mumkin. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik bu yozuvni ko'rib, mayli, keyinroq hal qilaman deb o'ylaydi. Aslida esa ijro jarayonida vaqt juda muhim. 1-2 hafta beparvolik natijasida qarz miqdori oshishi, qo'shimcha ijro yig'imi qo'shilishi, hisob raqamlar bloklanishi yoki mol-mulkka cheklov qo'yilishi mumkin. Asosiy qism B. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa vahimaga tushmasligi kerak. Birinchi navbatda hozir ijro etilmoqda statusi sizga nisbatan majburiy bajarilishi kerak bo'lgan talab borligini bildiradi. Bu talab pul undirish shaklida bo'lishi ham mumkin. Ma'lum harakatni bajarish majburiyati bo'lishi ham mumkin. Masalan, qarzni to'lash, alimentni to'lash, jarimani qoplash, sud qarori asosida beror mulkni topshirish, noqonuniy qurilmani buzish yoki boshqa majburiyatni bajarish. Eng ko'p uchraydigan holatlarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi holat yo'l harakati jarimasi. Masalan, haydovchi tezlikni oshirib yubordi va unga darajada 2000 so'm jarima yozildi. Agar u jarimani belgilangan muddatda to'lasa, masala yopiladi. Lekin u jarimani unutdi yoki keyin to'layman dedi. Muddat o'tdi, jarima ijroga yuborildi. Endi tizimda hozir ijro etilmoqda degan yozuv paydo bo'lishi mumkin. Bu paytda faqat tarmis eti 1000 so'm bilan cheklanib qolmasligi mumkin. Ayrim holatlarda ijro xarajatlari yoki qo'shimcha yig'imlar yuzaga keladi. Natijada odam avval to'lashi mumkin bo'lgan summadan ko'proq xarajat qiladi. Ikkinchi holat aliment. Bu juda jiddiy yo'nalish. Masalan, sud qarori bilan ota farzandi uchun har oy daromadining 4dan 1 qismini aliment sifatida to'lash kerak. Agar u ishlayotgan bo'lsa, pul ish haqidan ushlab qolinadi, lekin u ishdan chiqib ketgan. Norasmiy ishlayotgan yoki to'lovni ataylab qilmayotgan bo'lsa, qarzdorlik yig'iladi. Masalan, oyiga 20 million so'mdan aliment belgilangan bo'lsa, 6 oyda 6 million so'm qarz paydo bo'ladi. Shunda ijro ishi faol yuritiladi. Hisob raqamlari tekshiriladi. Mulkiga taqiq qo'yilishi mumkin. Ayrim hollarda chet elga chiqish cheklovi ham qo'llanishi mumkin. Aliment bo'yicha hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'rgan odam buni juda jiddiy qabul qilishi kerak. Uchinchi holat kredit va qarz nizolari. Masalan, fuqaro bankdan 20 million so'm kredit oldi. Bir necha oy to'ladi. Keyin daromadi kamayib ketdi va to'lovini to'xtatdi. Bank avval ogohlantiradi,
keyin sudga murojaat qiladi. Sud bank foydasiga qaror chiqarsa, ijro hujjati MIBga yuboriladi. Endi status hozir ijro etilmoqda bo'lsa, bu bank o'z pulini sud qarori asosida undirish bosqichiga o'tganini bildiradi. Qarzdorning oyligi, bank kartasi, avtomobili, ko'chmas mulki, hisob raqamlari tekshirilishi mumkin. Bu yerda odam bank bilan gaplashaman deb yurib vaqt o'tkazsa, ijro jarayoni baribir davom etadi. Chunki endi gap shunchaki bank bilan kelishuvda emas, sud qarorini bajarishda. 4-holat kommunal qarzdorlik. Masalan, elektr, gaz, suv yoki chiqindi to'lovi bo'yicha uzoq muddat qarz yig'ilib qolgan. 300 ming so'm, 900 ming so'm yoki 2 million so'm qarz odamga mayda ko'rinishi mumkin. Lekin tizimda qarzdorlik rasmiy undirishga o'tsa, ijro ishi ochiladi. Ayniqsa ko'p xonadonlarda bir odam bu uy otamning nomida men yashayapman, kim to'laydi deb mas'uliyatni aniq bilmaydi. Natijada qarz mulkdor nomida yig'iladi. Keyin ijro jarayoni boshlanadi. 5-holat tadbirkorlar va korxonalar. Masalan, kichik korxona soliq ijara shartnoma majburiyati yoki sud qarori bo'yicha qarzdor bo'lib qolgan. Hozir ijro etilmoqda statusi tadbirkor uchun ayniqsa xavfli. Chunki hisob raqamlar bilan bog'liq cheklovlar ish faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, korxona xodimlariga oylik to'lash kerak. Yetkazib beruvchiga pul o'tkazish kerak. Lekin hisob raqamdan yechimlar ijro talabi sabab cheklanishi mumkin. Shu sababli tadbirkorlar bunday statusni ko'rish bilan buxgalter, yurist va davlat ijrochisi bilan zudlik bilan ishlash kerak. Endi kim xavotir olishi kerak? Agar sizning nomingizda jarima, kredit, aliment, sud qarori, kommunal qarz yoki boshqa majburiyat bo'lsa, xavotir olish kerak, lekin vahimaga tushish kerak emas. Xavotir degan to'g'ri harakat qilish degani. Agar sizga nisbatan status ochilgan bo'lsa va siz buni e'tiborsiz qoldirsangiz, oqibat kuchayadi. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz qarzni allaqachon to'lagan bo'lsangiz, lekin status hali yangilanmagan bo'lsa, bu texnik kechikish bo'lishi mumkin. Masalan, siz jarimani bugun ertalab to'ladingiz, tizimda esa kechqurun yoki ertasi kuni yangilanishi mumkin. Yoki siz to'lovni noto'g'ri rekvizitga emas, to'g'ri rekvizitga qilgan bo'lsangiz, kvitansiya qo'lingizda bo'lsa, unda masalani hal qilish ancha oson. Lekin bu holatda ham o'zi yopilib ketar deb yurmasligi albatta tekshirish kerak. Yana bir real misol keltiraman. Bir fuqaro avtomobilni sotgan. Lekin rasmiylashtirishni oxirigacha qilmagan. Mashinani olgan odam qoidabuzarlik qilgan, jarimalar esa eski egasi nomiga kelgan. Eski egasi mashina menda emas deb o'ylab yurgan. Lekin hujjatda u egasi bo'lgani uchun jarimalar uning nomida yig'ilgan. Oxiri ijro jarayoni boshlanib, hozir ijro etilmoqda statusi chiqadi. Bu yerda muammo mashinani kim haydaganda emas, hujjatda javobgar kim bo'lib turganida. Shuning uchun har qanday mulk, mashina, uy, qarz yoki shartnoma masalasida hujjat birinchi o'rinda turadi. Birinchi nozik jihat, status chiqdi degani har doim ham siz aybdorsiz degani emas. Ba'zan xatolik bo'lishi mumkin. Masalan, ism, familiya o'xshashligi, eski manzil, noto'g'ri kiritilgan ma'lumot, bekor qilingan qarorning tizimdan o'z vaqtida olib tashlanmaganligi, to'langan summaning noto'g'ri bog'langanligi kabi holatlar uchraydi. Lekin xatolik bor deb o'ylasangiz ham uni isbotlash kerak bo'ladi. Men bilmayman yoki meniki emas degan gapning o'zi yetarli emas. Sizda hujjat, kvitansiya, shartnoma, sud qarori yoki yozma ariza bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. To'lov qilganingizdan keyin ham ijro ishi darhol yopilmasligi mumkin. Masalan, siz 20 million so'm qarzni to'ladingiz. Lekin ijro hujjatida asosiy qarzdan tashqari ijro yig'imi, pochta xarajati yoki boshqa rasmiy xarajat ham bo'lishi mumkin. Siz faqat asosiy qarzni yopdingiz, qolgan 100 ming yoki 200 ming so'm ochiq qoldi. Tizim esa hozir ijro etilmoqda deb turaveradi. Shu sababli davlat ijrochisidan aniq hisob-kitob so'rash kerak. Jami qancha nimalardan iborat, qaysi hisobga to'lanadi, to'langandan keyin ijro ishi qachon yopiladi. Uchinchi nozik jihat muddatlar. Ba'zi odamlar menga xat kelgani yo'q. Demak, men javobgar emasman deb o'ylaydi. Amalda esa rasmiy xabarnoma sizning ro'yxatdan o'tgan manzilingizga yuborilgan bo'lishi mumkin. Siz u yerda yashamagan bo'lishingiz. Xatni qarindoshingiz olgan bo'lishi yoki pochta qaytgan bo'lishi mumkin. Lekin bu har doim ham jarayonni to'xtatmaydi. Shuning uchun yashash manzilingiz, telefon raqamingiz va shaxsiy kabinetingizdagi ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. 4-chi nozik jihat. Qarzni bo'lib to'lash. Ko'pchilik odam ijro jarayoni boshlansa, menda hozir to'liq pul yo'q. Demak, hech narsa qila olmayman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Ayrim holatlarda siz bo'lib to'lash, muddat berish
ijroni kechiktirish yoki ijro harakatlarini vaqtincha yumshatish bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Lekin buni og'zaki emas, yozma tartibda qilish kerak. Masalan, siz 1 million so'm qarzdorsiz, lekin hozir 2 million so'm to'lay olasiz. Qolganini har oy 1 million so'mdan to'lashga tayyorsiz. Bunday holatda daromadingiz, oilaviy ahvolingiz, ish joyingiz, boshqa majburiyatlaringizni ko'rsatib ariza yozish kerak. Albatta, hamma holatda ham rozilik beriladi deb kafolat yo'q. Lekin umuman murojaat qilmaslik eng yomon yo'l. 5-nozik jihat, karta bloklanishi va pul yechilishi. Odamlar ko'pincha nega kartamdan pul yechildi deb keyin bilib qolishadi. Agar ijro hujjati asosida qarzdorlik bo'lsa, bank hisob varaqlari aniqlanib, ulardan pul undirilishi mumkin. Masalan, sizning kartangizga 3 million so'm oylik tushdi. Qarzingiz 1 million 200 ming so'm. Tizim shu. Summani ushlab qolishi mumkin. Ba'zi hollarda odam butun o'ylim ketib qoldi deb shikoyat qiladi. Bu vaziyatlarda ham darhol aniqlashtirish kerak. Qaysi ish bo'yicha, qaysi qaror asosida qancha ushlangan, ortiqcha ushlanmaganmi, qonuniy cheklovlarga amal qilinganmi, ayniqsa aliment, kompensatsiya, jarima va boshqa talablarning ushlab qolish tartibi turlicha bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat chet elga chiqish. Har bir qarzdorga avtomatik tarzda cheklov qo'yiladi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin ayrim ijro ishlarida, ayniqsa katta qarzdorlik aliment bo'yicha qarz yoki sud qarorini bajarmaslik holatlarida chet elga chiqishga vaqtincha cheklov qo'yilishi mumkin. Eng yomon holat shuki, odam buni aeroportda bilib qoladi. Masalan, u chipta olgan, mehmonxona band qilgan, oilasi bilan safarga chiqmoqchi, lekin chegarada cheklov borligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun safardan oldin qarzdorlik va ijro ishlarini tekshirish shart. 7-nozik jihat. Siz qaror ustidan shikoyat qilgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu har doim ijroni avtomatik to'xtatadi degani emas. Masalan, siz sud qarordan norozi bo'lib yuqori instansiyaga shikoyat yozdingiz. Lekin ijroni to'xtatish haqida alohida ajrim yoki rasmiy asos bo'lmasa, ijro jarayoni davom etishi mumkin. Shu sababli advokat yoki yurist bilan maslahatlashganda aynan ijroni to'xtatish masalasi hal qilinganmi deb so'rash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz hozir ijro etilmoqda degan yozuvni ko'rsangiz, men sizga quyidagi tartibda harakat qilishni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, vahima qilmasdan ish raqamini aniqlang. Har bir ijro ishi yoki hujjatning raqami sanasi asosiy tashkiloti bo'ladi. Sizga qarshi aynan nima ijro qilinyapti? Jarimami, sud qarorimi, alimentmi, kreditmi, kommunal qarzmi? Shuni aniqlang. Agar tizimda raqam ko'rsatilgan bo'lsa, uni skrinshot qilib oling. Sana, summa, organ nomi va ijrochi ma'lumotlarini yozib qo'ying. Ikkinchi qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. My.uz, MIBning rasmiy xizmatlari, bank ilovasi. Sud hujjatlari tizimi yoki tegishli tashkilot orqali ma'lumotni solishtiring. Telegramdagi noma'lum botlar, begona odamlar yuborgan havolalar, qarzingizni yopib beramiz degan shubhali xizmatlarga ishonmang. Firibgarlar aynan shunday qo'rqinchli statuslardan foydalanib, odamdan karta ma'lumotlarini olib qo'yishi mumkin. 3-qadam, davlat ijrochisi bilan bog'laning. Telefon orqali gaplashsangiz ham iloji boricha yozma iz qoldiring. Qaysi ijro ishi bo'yicha murojaat qilayotganingizni ayting. Menga nisbatan falon raqamli ijro ishi ochilgan, qarzdorlik summasi, ijro hujjati asosi va to'lov rekvizitlarini taqdim etishingizni so'rayman deb aniq so'rang. Agar borishga imkoningiz bo'lsa, tegishli IMI bo'limiga shaxsan boring. 4-qadam, hujjatlarni to'plang. Sizga odatda quyidagilar kerak bo'ladi: pasport yoki ID karta, stir yoki JSHR ma'lumoti, ijro ishi raqami, qarzdorlikka oid hujjat, to'lov kvittansiyalari, bank cheklari, sud qarori nusxasi, shartnoma, oldi sotdi hujjati, aliment bo'yicha kelishuv yoki ish joyidan ma'lumotnoma. Agar siz qarz to'langanini isbotlamoqchi bo'lsangiz, kvitansiya eng muhim dalil bo'ladi. Og'zaki gap emas, hujjat hal qiladi. 5-qadam, qarz to'g'ri bo'lsa to'lovni faqat rasmiy rekvizit orqali qiling. Kimdir menga tashlab bering, yopib beraman desa, ehtiyot bo'ling. To'lovda izoni to'g'ri yozing. Ijro ishi raqami, qarzdorning ish, to'lov maqsadi. Masalan, falon raqamli ijro ishi bo'yicha qarzdorlik to'lovi deb yozish foydali. Chunki keyin pul qaysi qarz ketgani aniq bo'ladi. 6-qadam, to'laganingizdan keyin yopilganini tekshiring. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam pulni to'laydi va ish tugadi deb o'ylaydi. Yo'q, siz ijro ishi yakunlanganmi? Cheklovlar olib tashlanganmi? Bank bloklari yechilganmi? Taqiqlar bekor qilinganmi? Shuni tekshirishingiz kerak.
Davlat ijrochisidan ijro ishi tugatilgani yoki qarzdorlik ko'pilgani haqida rasmiy ma'lumot so'rash mumkin. 7-qadam. Agar siz rozi bo'lmasangiz, shikoyat qiling. Lekin shikoyatni hissiyot bilan emas, dalil bilan yozing. Arizada quyidagilar bo'lsin: kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingiz haqingizdagi ma'lumot, ijro ishi raqami, nimaga e'tiroz bildirayotganingiz, qaysi hujjatlarga asoslanayotganingiz, nima talab qilayotganingiz. Masalan, ushbu qarzdorlik men tomonidan 2024 yil 2 may kuni to'langan kvitansiya ilova qilinadi. Shu sababli ijro ishini tugatishingizni va qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozish kerak. 8-qadam. Agar summa katta bo'lsa, yurist bilan maslahatlashing. Ayniqsa ko'chmas mulk, katta kredit, tadbirkorlik qarzi, aliment bo'yicha katta qarzdorlik yoki chet elga chiqish cheklovi bo'lsa, mutaxassis yordami kerak bo'lishi mumkin. Chunki ba'zan birgina noto'g'ri ariza yoki muddatni o'tkazib yuborish keyinchalik katta muammo tug'diradi. 9-qadam. Kelajakda bunday holat takrorlanmasligi uchun o'zingizni nazorat qiling. Har oy kamida bir marta jarimalar, soliqlar, kommunal to'lovlar, kreditlar va sud ijro holatini tekshirib boring. Avtomobil sotgan bo'lsangiz, rasmiylashtirish tugaganini tekshiring. Uy-joy sizning nomingizda bo'lsa, u yerda kim yashashidan qat'iy nazar qarzdorlikni kuzating. Telefon raqamingizni, yashash manzilingizni, bank ilovalaringizni yangilab boring. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Muammoni erta bilgan odam kamroq yo'qotadi. Masalan, 500 ming so'mlik jarimani vaqtida ko'rgan odam uni tezda to'lab masalani yopadi. Lekin 6 oy e'tiborsiz qoldirgan odam keyin bank kartasi bloklanganda, ustiga qo'shimcha xarajatlar chiqqanda, ish joyida noqulaylik paydo bo'lganda yugurib qoladi. Yoki aliment bo'yicha har oy o'z-o'zidan to'lab borgan odam katta qarzga kirmaydi. Lekin keyin bir to'layman degan odam bir yil ichida o'nlab million so'm qarzga kirib qolishi mumkin. Yana bir muhim maslahat: agar siz qarzdor bo'lsangiz, yashirinmang. Davlat ijrochisidan qochish, telefonni ko'tarmaslik manzilni yashirish muammoni hal qilmaydi. Aksincha, siz bilan muloqot bo'lmasa, majburiy choralar kuchayishi mumkin. To'g'ri yo'l shuki, vaziyatni tan olish, hisob-kitobni aniqlash, imkoniyat bo'lsa to'lash, imkoniyat bo'lmasa rasmiy ravishda bo'lib to'lash yoki muddat so'rash. Agar siz qarzdor emasligingizga ishonchingiz komil bo'lsa ham jim turmang. Xatolikni tuzatish uchun ham harakat kerak. Masalan, sizning nomingizga adashib qarzdorlik chiqqan bo'lsa, tizim o'zi bilib tuzatadi deb kutish shart emas. Dalillarni yuboring, ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, javob raqamini oling. Har bir murojaatingizda sana va kirim raqami bo'lishi keyin sizni himoya qiladi. Demak, hozir ijro etilmoqda degan status oddiy yozuv emas. Bu sizga nisbatan biror majburiy talab amalda bajarilayotganini bildiradi. U jarima, aliment, kredit, kommunal qarz, sud qarori yoki boshqa ijro hujjati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l ish raqamini aniqlash, rasmiy manbadan tekshirish, davlat ijrochisi bilan bog'lanish, hujjatlarni yig'ish. To'lov bo'lsa rasmiy to'lash, xatolik bo'lsa yozma shikoyat qilish. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'zingizning jarimalaringiz, qarzdorliklaringiz va ijro ishlari holatini tekshirib ko'ring. Agar hammasi toza bo'lsa, juda yaxshi. Agar biror status chiqsa, uni ertaga qoldirmang. Chunki ijro jarayonida vaqt sizning foydangizga ham ishlashi mumkin, sizga qarshi ham ishlashi mumkin. Sizda hozir ijro etilmoqda degan status chiqqanmi? Qanday vaziyat bo'lgan? Qanday hal qilgansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi.